3 yillik ish faoliyatimda bunaqa holat birinchi marta bo'ldi. Zakazni esimdan chiqarib qo'yibman. Da, to'g'ri eshitdingiz. 15 kun oldin zakaz olaman. Xorazmga to'yga ketganimda bu zakaz umuman esimdan chiqib ketgan ekan. 3 kun oldin tayyorladingizmi, rasmini tashlab olasizmi deganlarda esimga tushdi. Ertasi kuni tezda oyim bilan shogirdimni bozorga jo'natib, shunaqa kerakli toshlarni oldirdim, chunki o'zim kasal edim. Sovuqda 3 kun ketma-ket Xorazmga to'yda yurib kasal bo'ldim. Balkim kasal bo'lganimga, balkim to'yga ketganimda esimdan chiqib qopti. Menga shunaqa gul keldi. Zakazni 28-kuni taqishlari kerak edi. Men 25-kuni chiqazib yubordim. Bu oldi tarafi, u orqa tarafi tayyor bo'lgan holini ko'rishingiz mumkin qizlarjonlar. Agar shunaqa nimcha yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, 2025-yil mohir qo'llar prof kursimga taklif qilaman. Aynan shuni to'qilish video darsligi bor. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi kurs haqida ma'lumot silkasiga murojaat qiling. Menga obuna bo'lishni unutmang. Sizning ish faoliyatingizda shunday hodisalar bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiring.